Azazam brendida birinchi ish kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? E'zoz opa, sizni qizlar kutyapti. Yoqmaydi shunaqalar. Tushunmadim. Nimaga yoqmaydi? Viloyatlida. O'zbekistonning viloyatidanmi? Voy, E'zoz opa. Da, конечно, O'zbekistonning viloyatidan. Yoqmaydi shunaqalar. Bilmayman. Chota qabul qila olmayapman deyman. Sizdekalarni bilasizmi nima deydi? Xiyonatkor deydi. Voy, E'zoz opa, nimalar deb tashlabsiz? Toshkentni bugun xitoyliklar bilan hindistonliklar egallab bo'ldi. Ya'ni sizdekalar qabul bo'ldi-yu. Sizga savolda, Azazam brendiga nimaga ishga kirdingiz? Shu ko'chadan tikuvchilardan surishtirdim. Eng yaxshi oylikni eng baland narxlarda sizlarni o'zinglar berar ekansizlar. Abitinglar mana shu ishxonalarning hisobidan ekan. Ham pullarni cho'zmasdan vaqti-vaqtida berar ekansizlar. Keyin eshitishim bo'yicha umuman sezon tugab qolmas ekan. Qishin yozin har doim ish bo'lar ekan deb eshitdim. Yaxshi. Fabrikamizda siz chet el mashinkalarida tikasiz. Xitoydan kirayotgan rulonlarimizni tikasiz. Turkiyalik kalasi asosida tikasiz. Lekin o'zingizni vatandoshlaringiz bilan tikasiz. Qabul qila olasizmi? Agar qabul qila olsangiz, ishingizni boshlashingiz mumkin. Qayerdanam shunday dedim? Alo, damam. Bo'ldi, xo'p, ena, gapiravering. O'zim shevamdaman.